Hazır kıl menga. Bir tıkı var. Tıkı var gene. Uzun çöpegimde tıkı var. Men sezish tıqqaningda. Tak. Sen menga tiqishing kerak, baraka topkur. Menga tiqishing kerak, men bitimga tiq. Tiq. Mana bunday olib, mana bunday qil. Davay. Qara, men kimga senga tiqyapti, bunday qilishing. Bunday qilishing yaxshimi? Davay qo'y. Mana shunday tiratsa senga bunday qilishing yaxshi. Mana shunday qilganing yaxshimi? Qaysi biri yaxshi? Baqiring. Ikkinchisi. Yumshamang. Ikkinchisi yaxshi ustoz deng. Qattiqroq ayting. Ikkinchisi yaxshi ustoz. Qara, senga kimdir bunday qilsa yaxshimi, bunday qilsa yaxshimi? Asta qilgan. Nega seni asta qilish kerak ular? Senga bosim bergani yaxshi-ku. Uyg'on degani-ku bu. Senga zarba beryapman degani-ku bu. Mana nafasingni ishlat degani-ku bu. O'lik nafasingni, jonsizni. Mana shunday bosim bilan gapirishinglar kerak har biringlar qorindan. Ikkinchisi ustoz deb baqiring, kuchaning qorindan, mana kindikdan pastidan. Davay. Ikkinchisi yaxshi ustoz. Ikkinchisi yaxshi ustoz. Nafas. Ikkinchisi ustoz yaxshi.